Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugungi sotuvga chiqqan joyimiz Yangiariq tumani Vakillar mahallasida bo'ladi. Ko'rib turganlaringizning ishi xonadonimiz bo'ladi. 6 sotik bo'ladi, hurmatli yurtdoshlar. Passatlarni ko'rib turganlaringizning shunning va ko'ttakalla aynalarimiz akfa aynalardan. Hurmatli yurtdoshlar, berimizda gazimiz bor ekan. Gazdan, suvdan, svetdan muammosi yo'q ekan. Wi-Fi ham o'z turibdi ekan, hurmatli yurtdoshlar. Yana ko'rib turganlaringizdek, buyanimiz shifr qilingan, eshiklarimiz demir eshiklardan ekan, hurmatli yurtdoshlar. Shunning bir chiroyli xonadon ekan. Xonadonimiz Yangiariq tumani Vakillar mahallasidan bo'ladi, hurmatli yurtdoshlar. 6 sotik. Yine ko'rib turganingizdek, ellerinde shunday bog'lar ham bor ekan. Bu yanimizda keladigan bo'lsangiz, darvozamiz yine ko'rib turganingizdek, hurmatli yurtdoshlar. Xonadonimizga giramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Yine egalari Rossiyada ekan, hurmatli yurtdoshlar. E'tibor berimiz shunday ajlari shunday turibdi ekan. Bu yanımızdan başlayalım bo'lsak, yine ko'rib turganlaringizdek uzun zalimiz, koridor. Bu yanımız xonamiz bo'ladi. Xonamiz ham ko'rib turganlaringizdek yine keng o'g'li xonamiz bo'ladi. Bu xonamizda spannimiz, spanni deb aytiladi, hurmatli yurtdoshlar. Loydan solingan ekan, hurmatli yurtdoshlar. Bu xonadonimiz yine ko'rib turganlaringizdek yukarısı güpse kardon, hurmatli yurtdoshlar. Akfa ayna bo'ladi. Yine ko'rib turganlaringizda. Bu yanımıza keladigan bo'lsa, bu yanımızda yine bir koridor var. Eshiklari taxta eshikdan, hurmatli yurtdoshlar. Eshiklari taxta eshikdan bo'ladi. Bu yanımızdan bir koridor bo'ladi. Ivan. Yine zalimiz bo'ladi bu yana, hurmatli yurtdoshlar. Yine ko'rib turganlaringiz yukarısı güpse kardon. Bu yanımız pol etilgan ekan. Suvadan çıkıp turibdi. Hurmatli yurtdoshlar. Bu xonamizga keladigan bo'lsak, bu xonamiz ham yine shunday ko'rib turganlaringizdek bir kichkina xonamiz bo'ladi. Spanni desek ham bo'ladi. Yine shunday ko'rib turgansiz. Bu xonamiz ham yine hozir sveti yo'q ekan, o'chirib qo'yibman. Qarang endi. Hurmatli yurtdoshlar. Yine bu yanimiz shunday ko'tarma pol etib ko'rganlaringizdek shu niyati biza tik qo'yibdi ekanlar, hurmatli yurtdoshlar. Yine bu yanimizga keladigan bo'lsak, yine bog' tarafi yine shunday hozir narsa qo'yibdi ekanlar. O'zlaringiz keyinchalik bilan olgandan keyin shunday ko'rinishda, hurmatli yurtdoshlar, joyimiz. Esa joyimizni tanishtirib chiqdik. Esa bahosına keladigan bo'lsak, joyimizni, hurmatli yurtdoshlar, bu joyimizning narxi $70,000 ekan, hurmatli yurtdoshlar. Kelishib beraman deydilar, $70,000 deb turibdi. Esa hurmatli yurtdoshlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalımıza abone bo'lib qo'yinglar, hurmatli yurtdoshlar. Ekranda berilgan telefon raqamlariga telefon qilasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.